Assalomu alaykum, Dreamwood aziz kuzatuvchilari. Hozir biz kelajak uy loyihasiga yetib keldik. Hozir biz taxtali uy loyihasini batafsil ma'lumotini olamiz. Assalomu alaykum Doniyor aka. Siz qanaqasiz, charchamayapsizlar? Xo'p, aka, kelajak uy loyihasiga afzalliklarini menga tushuntirib bersangiz, g'ish bilan taxtali uyga afzalliklarini aytib bersangiz. Afzallik tarafi nimada? Shu g'ish bilan solishtiramiz videolarda. Asosiy afzallik tarafi vaqti bilan pulida-da. O'zi qurilishda shu. Ham vaqt, ham pul. Vaqtdan ham yutasiz, puldan ham yutasiz. Ichkariga kiraylik, ko'rasizlar, okalar. Bunday qilamiz. Oho, bu shu holatiga kelishiga qancha vaqt ketdi? Hozir taxminan 3 oy bo'ldi boshlaganimizga. Endi 2 kishi pashti ishlab, tomini yopdik shu holatga kelishiga. 3 oy vaqtimiz ketdi. Ko'rib turganinglardek mana. Buni qo'lni taxtadan qilingan hamma narsa. Buni taxta orasiga nima qo'yasiz? Shuni ham batafsil ko'rsatib bersangiz. Orasiga biz bu bazalt bilan pokeni vazifasi issiq suvini chiqarib olmaslik. Hozir bu yerda 360 kvadrat общий. Holati 360 kvadrat 3 oyda bitdi. Shu loyiha necha foiz bitdi hozir? Hozir bu yoqda 50% ishi bitgan. Taxtalik ko'rasizlar, ko'pi yopilib qolgan. Hozir ikkinchi obyektimizga boramiz. U skelet holatda turibdi. Yana ham odamlar tushunib oladi, ko'rsa nimadanligini, nima bo'lishini. Ketdik, boraylik, xudo xolasa ko'rasizlar. Hozir biz ikkinchi obyektga ketyapmiz. U yerda taxtali karkas holatda turibdi. O'shaning uchun bizani kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda batafsil ko'rsatib boramiz.